Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun Farg'onada akaxonimiz uylariga chiroyli natijali patologiya qilib berdik. Chekkalariga magnit treklar qo'yib, внутренний plafonlar qo'yib berdik. Devorlar chekkasiga polni tinovoy bo'ldi. Shablon qo'yilmaydigan bo'lib. Bu ikkinchi mehmonxonamiz. Nima ishidan kirganimizda asosiy hol demaxodlarga ham sekretli demaxodlardan qo'yib berdi chiroylilar. Kirganda chap qo'limizdan chiroyli figurali qilib, uyni figurasiga moslab trekimizni o'rnatib berdik. Hamma xonamizda sekretli demaxodimizni qo'yib berdik. Kirganlar ro'paradagi detskiy xonamiz mana. Oddiygina sodda qilib hamma yoqlarni o'rnatib berdik. O'rtasiga lustra qo'ymadik. Xudo xolasa, o'rnatgan plafonlarimiz yorug'ligi bemalol yetadi. Kunduz kuni shu holatda turibdi. Kechasi bundan ham yorug'lik bo'ladi. Ikkinchi mehmonxonamiz mana xudo xolasa, hammasi alohida o'zgacha dizaynda qildik. Oxir sparligimizga ozgina boshchang yondashdik va bosh tomoni bilan oyoq tomoniga paryashi patologiyamizni qilib berdik. Paryashi profillar qo'yib, ichlariga bunaqangi diodlarni qo'yib, chiroylab qilib berdik. Kirganda ro'parada eshik sentriga moslab bitta 3 metrli magnitli trek qo'yib berdik. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Tez va sifatli darajada ishlarini bitirib, xudo xolasa, chiroylab qilib beramiz. Hamma bu materiallarimiz kачественный rossiyskiy MCD materialimizdan bo'ldi. Hidlanmaydi, xudo xolasa, uzoq yillar xizmat qiladi.